Fayzli hamda 8,5 sotux maydonda o'sish yo'lgan mana shu hovlimiz endilikda sotuvda. Videoni boshida yurachdan qisartirib qo'yamiz, obzorimizni boshladik. Ushbu uyimizni ko'rib turibsiz, oldi darvozaxonasi ham naqd baland qilib ishlangan ekan. Manzilga keladigan bo'lsak, birinchi Axskent 3-ko'prikdan chapga ko'tarilganimizda joylashgan. Uyimizning oldi tomonda ham alohida joylari ham bor, chiroyli qilib qo'yilgan ekan. To'y qilsangiz ham mana shu joyda bemalol odam kuzatgani yaxshi sharoitlari bor. Xonadonimiz 8,5 sotux maydonda o'sishiga oladi. Demak, darvozaxonadan chiqishimiz mana shunaqa zinorqali bo'ladi. Uylarimizga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Qurilishi ichida bo'lib turib, yaxshi narsalar ishlatishgan ekan. Chunki uyimizni buzib boshqatdan qurishni o'ylamasangiz ham bo'ladi. To'liqligicha pishiq g'ishtlarda qurilgan ekan. Xonalarimizni eni ham 370, 384 metr yoki 4,5 metr emas, naqd eni ham 5 metrdan ekan. Birinchi ko'radigan xonamiz kichik mehmonxona, yengil mehmonlar uchun mo'ljallangan. Uning yonida esa kattakon 7 metrga bunaqasi 5 metrli mehmonxona ko'rsangiz bo'laveradi. Ichida xohlagancha mehmonlaringizni kutib olishingiz mumkin. Uyimizni mana bu qismda yakkali bitta xona, bolalarga yotoqxona qilsa ham bo'ladi, kattalar yotoqxona qilish ham mumkin. Eng qizig'i ichida o'zini alohida sanuzli ham mavjud ekan. Uning yonida esa uy dahliz ko'rinishida ikki xona uyimizni ko'rsangiz bo'laveradi yoki buni spalniya qilib uy dahlizni o'g'il bolaga, qiz bolaga alohida yotoqxona qilib bersangiz, yanada planirovkaga muvofiq bo'ladi. Mana bu qismimizdan podvalimizga tushsak bo'ladi. Podvalimiz 30 metr to'liq panellarni bosilgan hamda garaj qilish uchun mo'ljallangan. Avtomashinani tiqib tashlasangiz bo'laveradi, qo'pol qilib aytganda. Navbatdagi eshigimiz orqali ham yana uy dahliz ko'rinishida ikki xona uyimizni ko'rsangiz bo'ladi. Ta'mir holatlari yaxshi, kirib yashashga tayyor holatda. Uyimizning oshxonasi mana bu eshikdan kirganimizda, oshxonamizning mebellari ham, o'tiradigan ugodoklari ham hammasi juda chiroyli ekan va eng chekka qismimizda naqd bitta xonani razmeriga teng keladigan chiroyli ta'mirlab qo'yilgan sanuzlimizni ko'rishingiz mumkin. Umumiy olganda 8 xona, ikkita sanuzldan tashkil topgan hovlimizni mana bu qismda agorodga kattakon joy qoldirishgan. Husayn uzumlarini ham ko'rib turibsiz. Anor deysizmi, turli xil mevalarni ham yaxshigina ekib qo'yishgan. Chekka qismimizda yana omborxona uchun mo'ljallangan joyimiz, yonida hojatxonamiz bilan birga planirovka qilingan. Hozir ko'rgan umumiy hammasi mana shu eshikdan bu yog'i naqd 7 sotux maydonda o'sishiga oladi. Orqada esa 1,5 sotixlik naves qilib qo'yilgan. Xohlasangiz hayvon boqishingiz ham mumkin bo'lgan joyimiz ham bor. Xonadonimiz to'y qilishga ham tayyor sharoitda, lekin agar romlarini akfaga almashtirib, ichlarini abo'y qilib yuborsangiz, bundan chiroyli uy topish ham amri mahol bo'lib qoladi. Kommunal tarmoqlarga keladigan bo'lsak, svet 24 soat, suv ham xuddi shunaqa, gaz ham xuddi shunaqa. Ko'pchilik Axskentda ba'zi bir joylarda suv muammo bo'lsa, bu yerda 24 soat suv bilan ta'minlangan. Hujjatlari ham joyida. Narxi $89,000, yana ozginagina o'tadigan joyi bor. O'zi barakaga yaqinroq narx qo'yildi. Egalan telefon nomerini videoni pastda qoldiraman. Bog'lanib, shu chiroyli fayzli xonadon sotib olsangiz bo'laveradi.